Oyimga yolg'on gapirdim. Qanday aytaman? Erim tongga yaqin keladi deb. Qiladigan ishini tayini yo'q. Qaynonam o'g'lini aybi borligini bilsa ham, har ikki gapni birida menga kesatib qiladi. Yaxshi xotin erni tarbiyalaydi deb. 23 ga kirgunicha olmagan tarbiyani bir oyda mendan qanday olardi? Dadajon, vadangizni badali baxtsizligim hisobiga to'lanyapti. Assalomu alaykum. Keling. Sen Jamolning xotini bo'lsang kerak-a? Ha, menman. Tinchlikmi, kimdir kerakmi sizga? Sanam kim? Bilmadim. Men Zahroning xolasi bo'laman. Ha, Sanam, siz ichkariga kiravering. Bu ayol men yonimga kelgan. Bora qoling. Sen nima qilib yuribsan bu yerda? Nima deganingiz bu, nima qilib yuribsan? Nega uyimga chon bostirib kelding? Nega endi kelmasligim kerak? Nima xohlaysan? Menga qarang, o'g'lingiz jiyanimni boshini 1 yil aylantirib yurdi. Sekinroq gapir. Qo'rqib ketyapsizmi? Hali bu qo'rqishingiz holva, tushundingizmi? Zahro 4 oylik homilador. Nima? Qanday qilib? Nega shuncha vaqtdan beri aytmadi? Jiyanim sodda, homiladorligini kecha bildik. Bo'lishi mumkin emas. 4 oyga chon homiladorligini bilmas ekanmi, a? Ha, bilmadi. Nima deysiz? Xullas, o'g'lingizga 1 hafta muhlat. Mana bu xotinchasini uyiga jo'natib Zahroni olib kelsin, tushundingizmi? Menga qara, o'ylab gapiryapsanmi? Qanday qilib xotinini ketkazib, seni Zahroyingga uylanadi, a? Menga qara, men hech narsani bilmayman. Agar olib kelmasa, ustingizdan shikoyat qilaman. O'g'lingizni jiyanimni zo'rlaganlikda ayblatib qamataman, tushundingizmi? Hey, nimalar deyapsan, a? Men hech narsani bilmayman. O'g'lingizga 1 hafta muhlat, tushundingizmi? Ey, to'xta. Ey Xudo. Endi shu ko'rgilik ham bormidi boshimizda? Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Nima qilar edik, oynisa? Senga necha marotaba aytganman, eshikni faqat o'zing ochgin deb. Ha, axir o'g'ling o'zini esini tanibdiki, shaltoni oqizdirib kimdir orqasidan yetaklab keladi. Nega hushyor turmaysan, ha? Voy, shoshilib yugurib borib ochaman degunimcha, keliningiz ochibdi. Yaxshi tag'in ham unga shasa demabdi. O'sha mayli. Kelin ish qilib senlarning gaplaringni eshitib qolmagan bo'lsa bo'ldi. Yo'q, eshitib qolgani yo'q. Chunki baqir-chaqir bo'lmadi. Faqat 1 haftagina muhlat berdi. Nima? Endi ajrashtiramizmi?